Adas, mana buni qarang. Suvda somsaxona ochibdi. Kalla ishlamaydi, dumdum. Undan ko'ra issiqda ketadigan marojni maqto qilsa soqqan tayyor qola xotin. Pulimiz bo'lsa, nima qilishni o'zimiz bilamiz. Ana shuni tushuntira olmaysan-da bularga. Adas, Ha. qarang qo'shimiz V9. Ash qo'shningchi dumdum, kallasi ishlamaydi. Uni o'rniga 5 ta jentraktor aniniga berib tashlaganda soqqani qilib yuraveradi. Pulimiz bo'lsa, o'zimiz bilamiz. Ana shuda. Adasi, biznes qilaylik, pishiruq qilib soting. Birinchidan sen pishiruq qilishni bilmaysan. Ikkinchidan pulimiz bo'lsa qanaqa biznes qilishni o'zim bilaman. Uchinchidan bir normalniy ana pul tikadigan investor yo'q. Endi pul bor. Endi qani investorlik qiladi. Ye, onasini emsin. Sen borligingda hammani kelishini qara ana uni. Qarang, mana tuflingiz o'zizniki qimmat ekan-ku, ha? Ha, birovni uyiga kelganda oyoq kiyimi yechib keyin kiradi-da, shuni aytib qo'ydim. Uzr. Keyin pul tikaman deyapsiz, nima qilish kerak? Lutniy bayxannaga registratsiya qilib, mana biznesim bo'limiga biznesingizni yozasiz va men investorlik qilaman. O, как раз ana viloyatda biznes qilaman deb nima qiltirdi-da ko'pchilik. So'ra. Men erkak kishilarga pul tikmayman. Yo'q, men ham erkakman. Momom, amam, qishloq to'la qarindoshlar so'rayotdi-da. Farqi yo'q, viloyatdanmi, butun O'zbekistondanmi, yoshini ham farqi yo'q. Biznes bo'limiga biznesni yozib, men o'zim investorlik qilaman. Aytgancha ayolingiz bilan pul bo'lsa o'zimiz bilamiz nima biznes qilishni deydilar. Qani? Qani, xotin. Xotin. Hozir bizda uyda endi xotin gapiradi-da hozir.